Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim. Sizni hurmat qilaman, sizga ishonaman. Sizni suratingizni chiqarib qaror chiqdi-da, Oliy Majlisi qarori. O'shandan keyin men unga ishonib, chiqargan qaroriga ishonib, radarchilarni sudga berdim-da. O'z vaqtida hamma narsa o'z vaqtida bo'lishi kerak, qonun qoida sirida bo'lsa, bizda ham qonun qoida bo'lishi kerak deb. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi ko'rib chiqdi. Bu aprel oyida, 23-aprel oyida, 2024-yil kuni. Agar 48 soat ichida huquqbuzarlik aniqlanmasa, xabar berilmani bekor qilish belgilandi dedi. Bu qaror chiqqandan keyin xursand bo'lib ketdim. Shuni sirazi men sudga beryapman. Jinoyat ishlar bo'yicha Ochildi Shohriddin o'g'lini sen menga 4 kun anaqa vaqti o'tgandan keyin sen menga jarimani berding deb 24-may kuni huquqbuzarlik sodir etilgan, 28-may kuni aniqlangan deyapman-da, uni sudga beryapman. Sudyaga aytyapman. Jarima aybini qo'ygan da'vogar sudga kelmasa, uni qo'ygan jarimasini bekor qilib berishingizni so'rayman deb unga ariza yozdim-da. Shunda Olmazor tuman sudi raisiga ular sud bo'ldi. Men unga 29-05 may oyida beryapman-da. Aprel oyida qaror chiqdi. Sizni rasmingiz bilan oyinda shunaqa bir chiroyli, bir xursand bo'lib ketdi. Hamma xalqingiz xursand bo'ldi, hamma haydovchilar xursand bo'ldi. Lekin men aksini ko'rdim. Bu qaror umuman ishlamas ekan. Deputat hech kim emasligini bildim. Ularni men bilmadim, kim deb aytaman bilmayman. Nomi bor, o'zi yo'qlar deb hisoblayman. Chunki ko'p narsa qilib berishmadi. Mana undan keyin Ochildi Shohriddin o'g'lini yozdim. Mana 66 kilometr bu yaqinda. Undan keyin oxirida bo'lgan ham baribir. Mana may oyida, mana 2013-may kuni, chunki anaqada chiqdi-da, Kutunbek Zuhriddin Hojimurat o'g'lini sudga berdim. O'shanda menga 3-may kuni 13-may kuni 10 kundan keyin aniqlabdi. 405-xona. Men endi o'yladimki, uni bekor qilib beradi. Va o'sha yozyapman-da, jarima aybini qo'ygan da'vogar sudga kelmasa, uni qo'ygan jarimasini 10 ga ko'paytirib undirib bering deb so'rayapman. Sudga beryapman. Deb bu palasaga tushgan. Mana palasani bosganimga tushgan. Endi to'g'ri, hamma narsa ayb topish oson, lekin uni to'g'rilash juda ham qiyin. Olmazor tuman sudiga beryapman. 30-aprel kuni bo'lgan, 20-may kuni aniqlagan. 20 kundan keyin Madiyev Asliddin Tursunovich ham sudga berdim. U ham 9 kun o'tgandan keyin men vaqt o'tganini ko'rsatib, mana shunaqa qilib Ochildi Shohriddin o'g'li 3 kun o'tgandan keyin uni ham sudga beryapman. Lekin sud xalqqa beryapti, 50% qilib beryapti. 50% jarimasini uni bekor qilib bermas ekan. Sababiki men aytmoqchi, qaror chiqqanda qaror chiqmagan dedi. Qaror yo'q bizda dedi. Voy, Oliy Majlis shunaqa mana qaror chiqqan-ku. Buni YouTube kanalida e'lon berishdi-ku. Prezidentimizni suratlari bilan bo'lmadi, kuldilar ular.
Ben bir narsaga hayron bo'lib qoldimda, bular mana shu man sudga berganimdan beri bularni ancha bezovta qildim. Sudyaga yetdim, chaqirib bermasangiz bo'lmaydi. Men ularni ko'rishim kerak, pullarni to'lab bo'lgandek ularni ko'rishim kerak deb ancha harakat qildim. Ayniqsa ochildi deb. Yo'q, anaqani. Ko'tim bezib Zuhriddinni ko'proq chap, chunki u bosh anaqasi bo'lgan edi, korrupsiyani bosh edi. Ular menga qasos olayotgan ekan, uni tushunmadim. Buni men aniqlagan paytim ochildi. Shohiriddin o'g'li 60 kilometr, 66 kilometr, 1 kilometr menga yozdida 7-cheslov kuni. Men deb shuni bir kunda berdi mana. 7-cheslov kuni aniqladi. 6yu anaqada 54da ertalab vohli chiqaman ishga. Shunda menga shu narsani anaqa bitta o'zim yurganimni ko'rib shu menga chiqarib berdi. Men kelgan ertasi kuni 8-cheslov, bu 7-cheslov, 8-cheslovda bugun 8-10-2025 radar tezligini qo'shib yozilishini klientlarga ko'rsatdim. Telefonimda 64 bo'lsa, ani stometr anaqada mashinamda 60. To'g'risi ko'rish ko'pligi. Endi 50 da beradigan bo'lsa 54, 55 da beradigan bo'lsa 60. Mana shunaqa ko'rsatayotganini ularga ko'rsatdim haligi yo'lda yurayotgan paytimda. Ular tasdiqlaydi. Ular tasdiqlashadi. Telefon nomerlari dedimda, keyin bularni telefon nomerlarini yozib oldim. Klientlarni. Yani hech qaysining bittasini ham tanimayman. Ularga faqat haqiqat aytinglar dedim. Haqiqat yozib berishdi. Hatto PPS anaqasiga ham ko'rsatdim. 88 337 75 50 88 428 02 02 ve o'zi shu dan xodimlari. Ertasi kuni 9-cheslov kuni men yozishni boshladimda, endi boshliqroq bora qolay deb 5:30larga anaqaga bordim. Chilonzor metrosi, Chilonzor gaisiga bordim. Dedim. Bolalarim oldin yaxshi gapirdi. Aytdim ben dedim mashinamni tushunmayapman dedim. Mashinamiz ko'rishsiz bo'ldi. Telefonda radariga boshqacha anaqa ko'rsatyapti. Shuni yuringlar, ko'r boqinglar deyapman. Nima qilasiz deyapti. Ham bir ko'rish men yozgan anaqa ochildi shohri bekor qilib beringlar deyapman. Ular kulishyapti, hech narsa qilib berishmayapti, lekin ko'p xullas mensimadim. Ertasi kuni o'zi 10-cheslov kuni gap so'z bo'lgan, anaqa militsionerlarning orasida gap so'z bo'lganda, o'sha kuni ertasi kuni ochildi Shohiriddin o'g'li 10-cheslov kuni menga yana anaqa 4-cheslovda jinoyat sodir etdi deb 73 kilometr yozib beryapti. Vaqt bo'lma. Voy, bu mendan qasos olyapti. 4-cheslov kuni nimaga anaqa 07da mana 07da mana u belgilayapti, 07da aniqlayapti-da, oktyabr o'zida. Deb shu sodir bo'ldi deb. Nega bu 4-cheslovdagini aniqlamaganda uni aniqlayapti, ochildi deb. U mendan qasos olyapti. U mendan qasos olyapti. Endi men oldin qilgan narsalarimda hammasidan mendan qasos olishar ekan, men uni bilmas ekanman. Mana men bu yerda peshоход o'tkazib yuboryapman. Mana bu strelka yoqqa o'tkazish, peshоход anaqasini ko'rsatuv. Mana men bu yerda men kelyapman. Bu yoqqa mumkin, ruxsat mumkin. Mana men bu yerda mana keyingisi ham kelyapti orqamdan. Mana bu qizil chiroq, avtobus to'xtadi. U yoqda o'tish mumkin. Mana men bu yerda o'tish mumkin. Mana bu ham o'tib ketyapman. Ular o'tib ketyapti, mana o'tib ketyapman. Ular menga 1 milliondan ko'p jarima solib berishdi.
man bu yerda ham anaqa o'tish mumkin, bu yog'iga o'tish mumkin. Ruxsat berdi. Mana sharoitlar qilyapti. Hali bitgan yo'q. Hamma yoq boshimizda sharoiti bor. Hech kim yo'q bu yerda. Sharoiti yo'q joy. Men ham yerda o'tyapman. Mana bu stupidga men svetoforga e'tibor ham bermayapman. Chunki shu bu yoqda hech kim yo'q-da. Yo'lda harakat qilib o'tyapman. 1 milliondan oshiq anaqa jarima beryapti. Mana shuni o'zi o'tib ketyapman. 1 milliondan ko'p jarima beryapti. Men bu yerga mana bular menga yopishib olishibdi mana. Men bu yerdan mana mamla kelyapti, bu kelyapti, mana men o'tyapman. Bu yoqqa Ko'kchiroqda o'tyapman. Mana endi Sariyonda mana men bitta turibman. Mamla endi hali kelyapti men bu yerga. Sari kelyapti. Mana men bu yoqqa qaylyapman, bular men bu yoqqa qaylib ketyapti. Men bu tarafdan hali mashina yurayotgan yo'q mana. Mana bu yoqqa ketyapti. Mana ham mana endi o'tyapti-da, qaylyapti hammasi. Mana endi bular qaylib ketyapti, bu yoqdan mashina chiqib, bu yoqdan yuryapti mana bu yoqqa. Ko'kchiroq yonib bo'lgan. Men bu yoqqa o'tib oldim. Bular ham mana joyida to'xtashdi. 100% menga tuhmat qilishdi. Mana bu yerda prezidentim, men ularga borib qani men mashinam deganimda mana ular meni ham qo'yib berdi-da, ham videosini ko'rsatdi menga. Videosini ko'rsatdi-da, keyin men qaniman desa mana men bitta bitta o'tib ketayotgan. Bular yozaveradi, yozib qo'ysa bo'ldi. Yozsa jarimani undirib olaveradi. U oldida bormi, yo noto'g'rimi, to'g'rimi, tuhmat qilishaverar ekan. Men uni oldiniga tushunmadim prezidentim. Mana qarang, men bu yerda anaqa Berliner ketyapti, plashatga ketyapti. Mana qarang, og'ir yuk ketyapti. Bu hech qachon bu 60 ko'rsa yura olmaydi shahar ichida. 50 da 40 da yurishi mumkin. Mana bu ketyapti-da, bu yo'lning orqasida bu kelyapti-da, mana bu yerda mana yonida turibman. Mana men buni yonida turibman mana. Abgo qilayotganim yo'q, bu bilan baravar ketyapman. Voy, tavba qiling, bular anaqa men 60 ko'rish yozyapti. Bir ko'rsa aniqlab bo'lmas ekan. Va alaykum assalom. Bandman, hech narsa kerak emas. Mana bu skorost 50 yozyapti. Mana bu yerda mana bu yerda ketyapti. Mana bu menga mamni orqasida turibdi, mamni belgilab beryapti. Mana. Bu menga mamni belgilab beryapti. Mana shunaqa tuhmat qilyapti. Buni 100% tuhmat qilishyapti. Mana bu yerda ham tuhmat bor endi. Bu yerda ham tuhmat bor. Mana bu yerda 67 yozyapti. Probkada menga 67 yozib beryapti. Mana 60 kilometr o'rniga mana 67 kilometr yozib beryapti. Bular menga napadina qilishyapti. Endi nima orqali? Toshkent shahar inspektori Kutinbekov Xolmuratova. U ko'p tuhmat qilar ekan, juda ham xuddi. Men uni bilmasdan xafa qilib qo'ygan ekanman. Buni bilmadim qasos olishini. Mana qarang, 66 ni o'rniga 61 yozyapti. Buni anaqada ko'rsatyapti. 56 da yurgan nimani bular o'zigisi. Mana shunaqa. Prezidentim shuni bo'lib qoldim men. Qasos olishyapti. Tuhmat qilib qasos olishyapti. Men o'z kursda yurayotganim yo'q. Umuman yurayotganim yo'q. Buni na siz, na boshqasi. Bular hammasi qasos olyapti. Bular pul ishlashyapti. Tuhmat qilib pul ishlashyapti. Buni oldini olish kerak. Buni oldini olmasa bo'lmaydi. Men bilmadim siz qanaqa oldini olasiz, lekin men taklifim bor. Bularni oldini olish uchun. Bu menimcha to'g'ri bo'lsa kerak, variant bo'lsa kerak.
mana bu yerda mana Kutumbetov Zuhriddin qarang, Kutumbetov Zuhriddin. Mana bilan baravar ketyapman. Baravar ketyapman. Yoqqa ketyapman, mana bu yoq tarafida mana bitta 2 ko'rsatyapti. Hozir bu yana bitta narsa ko'rsataman, mana ketyapman, mana bu ana ko'kchiroq yo'q mana bir ko'rsatyapti. Mana bu yerda mana ketyapti, mana bordim, sariq yog'mayapti. Mana. Sariqdan keyin sirasi qizil bo'ladi. U anaqa qilmaydi, anaqa vaqt bermaydi sariq. Sariqdan keyin sirasi mana. Sira qizil yondi mana. Mana qizil chiroqga tushdi. Men o'tib ketib qoldim. Endi u menga ayb solish kerak-ku Kutumbetov. Kutumbetov ayb solish kerak-ku. Endi buni yo'li bor, olish yo'li bor. Endi men taklif qilardim-da, mana bu yerga mana bosh skorost 11 deyapti. 30 skorost ko'rsatdi. Bu boshqa joydagini men mashinaga yopishtirib qo'ydim. Mana bunday qilib yopishtirib qo'ydim mashinaning o'zini. Mana so'lnishning anaqasi ham bor. Bu mana bu yerga qo'ysa yaxshi bo'ladi, mana bu yerga. Bosh skorost sho'pirlar skorostini o'zi ko'rib tursa, ular tuhmat qila olmaydi. Mana shu bilan anaqani mana shu skorost ko'rsatsam, mana kelganimda shu skorost qilsa bo'ladi. Mana bu qilyapti-yu, mana shuncha 2-3, 4 deb. Uni ham xuddi shunaqa qilsa bo'ladi. Ben pedagogik institutdan to Turkmenskiy bozorga tarafga ketayotganda mana shu skorost bo'lyapti, hech kim xato qilayotgani yo'q. Qarab turdim mana. Hech kim xato qilayotgani yo'q, skorostini yozyapti. Mana belgisi 30 yozilgan anaqasi, emblemasi bitga 60 yozadi. Mana bu skorost ko'rsatadi. 55 uryaptimi, 60 uryaptimi ko'rsatib turadi. Betga emas, mana bu svetofor ustiga qo'yish kerak. Yo'q bo'lmasa mana bu divanga qo'ysa ham bo'ladi. Ana 33 yuryapti, 30 skorosti 33 yuryapti. Mana shu har xilda mana belgi ham bor, boshqasi ham bor mana. Yamni ko'rib turibdi. Hamma narsasi ko'rib turibdi. Buni sho'pirlar yaxshi ko'radi. Bemalol ko'radi. Xato qilmaydi. Yana bitta bu jarimani hali to'laganim yo'q. Mana bu jarima nomerlari men endi mashinaning orqasida bekinib kelyapman. Mashinaning orqasida bekinib 68 yoz beryapti. Ochildi-yu Shohriddin o'g'li. Mana menga haligi ichi qorasi tuhmatli. Bular yozdirsa bo'ldi. Uni sud men yurmaganman deb aytolmayman. Mana qarang, o orqada kelyapman, Damas'ning orqasida kelyapman. Mana bu yerda men bu Damas'ning orqasidaman. Mana qarang. Mana bu men Damas bir xil kelyapman. Orqadagilarim bilan bir xil kelyapman. Lekin mashinaning orqasidan ushlashyapti. Mashinaning orqasidan qasos olishyapti menda. Men bir payt ularni hammasini sudga berganman. Sudga berib, Oliy Majlisi qonun o'sha Oliy Majlis chiqargan qonunni ularga aytib, sudyani bezovta qilib tashlaganman. Sudga ketganmanki chaqiring, mana bu bor-ku, mana qarorlarini ko'rsatib, sudya siz chiqargan anaqalaringizni, siz rasmingizni qo'yib chiqarganini men ularga ko'rsatganman. Ular men o'sha 1 yildan beri mendan qasos olar ekan. 61, 66, 66, 66, 66, 67 mana shunaqa yozib tuhmat qilishadi. Mana shunaqa prezidentim bular qasos olishyapti. Ham pul ishlashyapti. Ikkita razari bekitaman, ikkita razar yozadi. Ikkita razari bekitaman, yana buni qidirib. Bu anaqa tarbiyasi shunaqami? Qidirib topib, ayib topib pul ishlashmi? Bu tushunolmay qoldim. Keyin peshoxodda hozir qo'g'irchon qo'yib qo'yishyapti-da, pul ishlashyapti.
Endi peshexod haligi ko'chalarda yaxshi joylar bor. Mana Yunusobodda ham bor peshexod. Bossa 14-kvartalda. Shunda bossangiz chiqqandan keyin Bahodir bilan bu yoq taraf Petushok bilan Bahodir o'rtasidagi ostanovkada knopka bor. Knopkani bossa, ana nima odam o'tsa bo'ladi. Anaqa уже shoferlar biladi hozir odam o'tishini. Keyin xudojnikda bor anaqada. Anaqa nima edi? Buyuk Ipak yo'lida. Oxirida xudojnik o'sha yerda ham bor. Bunda knopkani bossa, odamlar o'tadi. Endi odamlar poqqatib o'taveradi-da, tormoz beradi. Tormoz beradi-da, ulgura olmaydi. Orqadagi uni mashinani urgan juda ko'p. Peshexodda juda aybi ko'p. O'shaning uchun peshexod chiqib mundoq qilib men o'taman desa, unda shofyor avarikasini yo'qadi-da, unga yo'l beradi, o'tgin deb. Avarika yoqishi bilan peshexod o'tishga haqqi bor. Haligi sharoiti yo'q peshexodda. Ular chap o'taveradi, bu yoqdan avarik bo'ladi. Shunga ana sizni anaqa men bu nimalaringiz, anaqa dan xodimlar nimangiz, mana shu qaror chiqadigani kalla ishlamaydi. Bundoq qilsang, senga yo'l beradi, sen bemalol o'tasan, seni urib o'ldirib olmaydi, sen o'lmaysan. Chunki sen ishonasan o'sha yerdan o'tib ketishga. Buni ham etishmaydi. Mana sizga ikkita iltimosim bor. Birinchisi aniq shu skoroslarini to'g'rilab berish, keyin peshexodga qarorini o'zgartirib berish, qo'lini ko'tarsin, avarikasini yoqishi bilan o'tkazsin. Agar qo'lini ko'targanda o'tkazmasa, unda jazolasin. Radar jazolasin. Qo'lini bundoq qilganini radar ko'rish kerak, undan keyin unga jarima yozish kerak. Shuni aniq qilib bersangiz, ancha odamlarga yordam bergan bo'lasiz. Bu yerda shu Prezidentim, sizdan iltimosim shu. Keyin aniqa prezidentim kim kafolat beradi bular? Menga mashuncha aniqa alamzoda qilib qasos olishyapti. Ertaga sizdan, sizni o'g'lingizdan qasos olmaydi deb kim aytadi? Bu ota-onasidan, yaqinlaridan qasos olmaydi deb kim aytadi? Bu qasos oldi, 100% qasos olyapti. Ular yozib qo'ysa bo'ldi, uni sudga 50% qilib beraveradi. Farqi yo'q uni. Bekor qilib bera olmaydi, bekor qilib bermaydi. Qaror chiqqanda ham bekor qilib bermaydi. Pul uchun hammasi bo'lib ketadi. Xo'p, xayr. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Prezidentim sizga sog'lik, salomatlik, omad tilayman. Hamma ishlaringizda yaxshi bo'lsin. Sizni qilayotgan ishlaringizni hammasini ko'raman. Yaxshiligini bilaman. Xo'p, xayr prezident. Sog' salomat bo'linglar. Allohu akbar. Hammanglar sog' bo'linglar. Hammalarni yaxshi ko'raman.